Ko'pchilikning problemasi makiyajim oqib ketyapti deydi. Qizlar, agar makiyajlar oqib ketayotgan bo'lsa, demak sizlar fokusni yuzinglarni to'g'ri pardozga tayyorlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yuzinglarni o'zingizda bor bo'lgan penkada yoki bo'lmasam gelda yaxshilab yuvib olasizlar. Yuzdagi hamma yog'lar, kirlar chiqib ketadi. Agarda yuzinglarda tonalka bilan pudralar yig'ilib, porani ichiga kirib qolayotgan bo'lsa, unda хотя бы mana shundan haftada bir marta ishlatsanglar, polni o'sha tonalkalar bilan pudralaringlarni chiqarib tashlaydi. Polni kirlarni chiqarib tashlaydi. Bundan keyin ishoninglar, tonalka juda ham zo'r yotadi. Bundan keyin сразу обязательно sivritka ishlatishlarni tavsiya qilaman. Misol yuzinglarni tiniq bo'lishini xohlasanglar, unda vitamin C ishlatinglar. Misol bu premium varianti, bunisi byudjetniy. Misol mana bu tezroq effekt beradi. Buni siz ozgina sekinroq effekt beradi. Но обязательно kremlardan ishlatishdan oldin yuzni tonik tozalab olish kerak. Misol ko'jalar quruq bo'lsa bundan, yog'li aralash bo'lsa bundan ishlatasizlar. Keyingi etapni keyingisida tushuntiraman.